juda bir dohiyona ish. Bizning asosiy o'yinimiz ko'k libosda Portugaliya o'yinini to'p bilan jarima maydonchasida Cristiano to'pni chap qanot bilan o'ynashni ma'qul topdi. Yana bitta uzatma. Vujudga keldi. Qarang qanday kutyapti. Ichkariga uzatma zarba yo'l. Mana zarba ko'ringani kabi. Ammo Yoan Vissa himoya Mendes kirib boryapti. Hisob o'zgarish qo'yib berdi. Abdurahmon Aljasatma bor. Zarba yo'llash mumkin. Yo'q. E'tiroz Vissa qarang qanday sakradi. Zerikarli bo'ldi. Tan olish kerak. Jarima maydonchasiga to'pni yetkazib beryapti. Pedro yana bitta imkoniyat bo'ladi. Mendesga yetkazib berdi. Yaxshi imkon bermaganni. Qanday Konsesau orqaroqqa yetkazdi. Bu esa Diogo Costa. Zarba yo'llash mumkin. Ronaldoga hujumning kopiyasi. Qanday pas? Davom ettirish kerak bu. Zarba yo'llash mumkin. Qo'yin chap qanotni tanladi Sodiqiy. Hujumni kuchaytirishi mumkin bo'lganlarni aytyapman. Aljasim Portugaliya Kongo